Yar cemali 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 Boşida durar romali ey romali ey romali Vay bizga nasib etar mikan misoli ey misoli Tinchlikmi? Tinchlikmi bo'bla bu? Tinchlik? Nima ko'zingiz go'layib? Unga qarayapsiz. Nima ko'z go'lay bunga qarayapsiz? Uyatamasmi shu yoshingizda? Uyalmishsizmi shu yoshingizda? Men dadangizga gapiryapman. Men dadangizga gapir. Mengami? Ey, boring ishlarni qiling. Xo'p. Bu mutaxassis bu. Mutaxassis. Shahardan kelgan tomchilab sug'orish bo'yicha muttahammismi? Ha, endi bunaqalar ishlab tursa, fermerlar hali ancha rivojlanib ketadi. Bular qizlar bilan ishlagan odamda baribir ishtiyoq sirasi ko'tariladi-da. Karina. Sizni fermerlar kutib o'tiribdi. Ha, men ham shu mutaxassis kutib turadim-da, shu masala bo'yicha fermerlar bo'yicha gaplashaydi. Siz bilmasdan noto'g'ri xayolga borib qo'ysiz-chi. Qaring shuni. Hurmatli fermerlar, endi xudo xolasa mana suvdan muammo yo'q. Mana hozir Kavsar kompaniyasidan mutaxassis singlimiz kelgan, hozir hamma savollaringizga javob beradi. Marhamat. Meni savolim yigitingiz yo'qmi? Bo'bla bu. Qanaqa yigit qo'ysangiz-chi. Marhamat, savollar. Shu Kavsar texnologiyasini joriy qiladigan bo'lsam, davlat tomonidan qanday imtiyozlar bor? Qilingan suv tejovchi texnologiyasi uchun har bir gektarga 4 milliondan 6 milliongacha subsidiya beriladi. Ha, keyin mana shu texnologiyani o'rnatgan yer maydonlaringiz 5 yilgacha soliqlardan ozod bo'ladi. Ha, yer solig'idan, undan tashqari suv solig'idan 70% imtiyoz ham bor ekan, to'g'rimi, to'g'rimi? Albatta. Yana qanaqa savol bor? Bu Kavsar texnologiyasini kafolati bormi? Ha, albatta 2 yil kafolat, 5 yil servis xizmati. Meni dalalarimda elektr energiyasi yo'q, qanday ishlataman? Elektr yetib bormagan hududlarga bemalol quyosh batareykalari orqali foydalansangiz bo'ladi. Sug'orish mavsumi tugagandan keyin uyimizga olib ketib ishlatsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi, o'zingiz narsangiz bo'lgandan keyin. Suv sug'orish mavsumi tugagandan keyin 5-6 oy uyda tekin elektr energiya. Biz hozir 1 so'm ham pul to'lamayapmiz, to'g'rimi? Ha, rosa to'g'ri. O'shani o'zi gapirsin dadasi. Ha, endi biz baribir birinchilardan bo'lib qo'ydik, tushuntirib qo'yyapman. Yordam berib. Elektr energiyaga zo'r aka 24/7 svet o'chmaydi. Kavsarda halovat bor. Dada, men ham shaxsiy fermer xo'jaligimni ochmoqchiman. Siz ham mutaxassis zo'rligini ko'rib, siz fermer bo'lgis kelib ketdi. Yo tomchilab sug'orishga qiziqyapsizmi? Bo'bla. Zamonaviy fermerlar uchun Germaniyaning zamonaviy texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Kavsarni tavsiya etamiz. Buyurtma berish uchun mana shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar.